Zamzam suvini ichishlikda 3 ta qoida bor. Zamzam suvi ichishda 3 qoida bor. Birinchi, xuddi namozdan qanday niyat qilasiz? Shunaqa qilib niyat qilasiz. Nimaga desangiz, zamzam ichishda ibodat bo'ladi. Xuddi ibodat qilishdan avval niyat qilasiz, shunaqa niyat qilasiz. Ey Allohim, shu zamzam sababli meni gunohimni kechirib yubor. Menga bir foydali ilm ber deb niyat qilib keyin ichasiz. Qiblaga qarab, tikka turib o'tirib degan joylarda Hop. Ular qo'shimchalar 3 ta zarur narsa bor. Birinchisi niyat. Ikkinchisi ko'p ichasiz. Hozir ikkita berdingiz-ku. Chunki oddiy suvni chanqoq bosgan ichadi. Buni ibodatga ichadi. Uchinchi qoida ham bor. U juda zarur emas-ku, yaxshi bo'ladi tikka turib ichadi. Hamma suvni o'tirib ichadi. Buni tikka turib ichadi. Buni maqsad suv ichmas. Hop.